ikkinchi hayot qursam baxt bormi? Baxt bormi yo'qmi bilmadim, lekin imkon bor. Ikkinchi hayot ayol kishi uchun oxirgi imkon. Siz erkak emassiz, 5 uylanib ajrashsangiz ham hech narsa bo'lmaydigan. Siz ayolsiz, oxirgi imkoningiz. Lekin siz aqllisiz, endi sabrlisiz, endi chidamli, qanoatli va tajribali ayolsiz. Birinchi hayotingizda ozgina bo'lgan urushga onangizga qarab yugurgan bo'lsangiz, ikkinchi hayotingizda o'lib qolmasangiz ketmaysiz. Ozgina aytilgan so'z ham sizga tog'day ko'rinadi. Ikkinchi hayotda odamlar nima deydi deb yashaysiz. Ikkinchi hayotda o'xshamasa o'laman, qaytib turmush qilmayman deb yashaysiz. Ikkinchi hayotda baxt bormi? Assalomu alaykum. Birinchi baxtim Sulaymon taxtim, ikkinchi baxtim suvlarga oqdim degan gapni bekor qilib baxtli bo'lganlar.